Assalomu alaykum do'stlar. Bizda Tracker narxida inomarka narxlar sindirish hali ham davom etadi. Ungacha siz video like bosib, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmas. Qani ketdik. Ha do'stlar, Tracker narxiga 555 modelimiz kirib kelgan. Narxini video oxirida aytib o'taman. Ungacha videoga like bosib, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Mashinamiz 2022 ishlab chiqarilgan, 2023 salondan olingan. Mashinamiz 18 gada. Yumshoq 4 ta balon taqilgan, 360 gradus kameralar bor. Mashina qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Kraskalar top-toza jimchuq rangda. Orqa bagaj qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Xullas, bizlarda mana bunday yetkazib berish xizmatlari ham mutlaqo bepul, hammasi ichida do'stlar. Ko'rganlaringizdek mashina haqiqatan zo'r holatda, yangi holatda turibdi mana. Stereolarga chargacha olinadi. Meskuchlargacha bor. Salon qismiga keladigan bo'lsak, bakoylari ichkarida memorli qayriladi, pultdan qayriladi. Mana bunday katta displeylar monitorsida kutib oladi. Bejirim turtlarigacha. Bez Pro dizaynga cross counter, klimat kontrol. Xullas yo'q narsani o'zi yo'q do'stlar. Ko'rganlaringizdek juda ham zo'r. Panorama tomlarigacha mavjud. Mashinamiz yangi holatda chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Xullas, konditsionerlari juda ham zo'r. Sizlar qizaydi, sovuydi. Xullas, juda ham zo'r do'stlar. Tracker narxiga juda ham bomba mashin. Qolgan odam to'g'risi mazza qilib aytadi. Jo'stiklar ko'rganlaringizdek 360 gradus kamerachalari. Zo'r, xullas mashina mazza qilib haydashga tayyor mashina. Motor qismiga keladigan bo'lsa 1.5 turbina, xullas 7 ta 8 ta rasxoti, motor juda ham baquvvat, Toyota motoridan do'stlar. Eng qiziq joyi do'stlar, narxiga yetib keldik. Buni narxiga keladigan bo'lsak 17.700 dollar do'stlar, ya'ni Tracker narxiga vaqtida bu mashinamiz 34 mingga kirib kelgan. Narxiga arzidimi yo'qmi, albatta buni kommentariyada yozib qoldirasiz do'stlar. Videoga like bosing, like bosgan qo'llarga albatta bunday eng kamida shunday mashinalar nasib qilsa va buni 555 izlab yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.